ko'pchilik uzumni nimaligini bilmas ekanda. Tushuntiring-da. Bo'ldi. Xo'p, bugun sizlar bilan Uzum marketni o'zi haqida gaplashamiz. Uzum market O'zbekistonga yangi kirib kelgan onlayn bozor. Bozor bo'lganda ham juda ham tez rivojlanayotgan bozor hisoblanadi. Uzum marketning reklamasini ko'rmaganlarning o'zi bo'lmasa kerak. Chunki hamma joyda Uzum marketning reklamasi ketyapti. Xo'p, bozor bo'lsa nima qildi? Bu onlayn bozor, kelajak bozori. Xuddi rivojlangan mamlakatlardagi Amazon, AliExpresslarga o'xshab. Keyinchalik Uzum market oddiy bozorlarning o'rnini egallaydi. Xuddi chet el davlatlaridagi onlayn shoplarga o'xshab. Chunki birinchidan narxlari realniy arzon. Ikkinchidan, dastavka O'zbekistonning любой tochkasiga bir kun ichida bepul yetkazib beradi. Uchinchidan, xohlagan narsani sotib olsa bo'ladi. Eng qizig'i, Uzum marketdan nafaqat sotib olsa bo'ladi, balki yaxshigina sotsa ham bo'ladi. Sotganda ham dandimamen sotuvchi kam, xaridor ko'p. Bu degani возможность zo'r degani, biznesni boshlash uchun. Meni fikrimcha, hozir Uzum marketda sotuvchi bo'lishni ayni payti. Agar Uzum market haqida yana qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyaga yozing, javob beramiz.